Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Bobojonov Po'lat Razaqovich. Men Namangan shahar Sumalak guzari mahalla qurol rayoni profilaktika inspektori katta leytenant Otabay Sardorbek Mirzamurod o'g'liman. Ushbu video murojaatimning nomi Inson qadri 2 deb nomlanadi. Shu video murojaatimning asosiy maqsadi bu Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida bo'layotgan adolatsizliklar haqida. Men bu tizimga kirayotgan vaqtda prezidentimizga, xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilishga qasamyod qabul qilib kirganman. Bu xizmat qilishdan charchamayman. Bu ish soat ko'p ishlayapman, kam ishlayapman, qo'shimcha xizmatga naryadga chiqayman deb hech qachon olmayman. Xalqqa, prezidentimizga xizmat qilishdan charchamayman. Lekin ayrim allomat rahbarlar Namangan shahrida, ayniqsa mayor ichki ishlar ikkinchi sonli ichki ishlar bo'limi boshlig'i mayor Sattarov Aziz, misol uchun har bitta profilaktika inspektoriga 5 tadan ma'muriy bayonnoma har kuni ma'muriy nazorat har chorada o'rnatish kerak. 2 ta yil davomida 2 ta o'rnatish kerak. O'rnatmagan profilaktika inspektori eshitishimcha XTB boshlig'i Inom Bobur akaga, podpolkovnik Inom Bobur akaga $50 bersa, ma'muriy nazorat o'rnatib qilib pils qo'yar ekan. U qanaqa bu? Profilaktika inspektori nima u? Statistikani to'g'rilayman deb oyligini berish kerakmi? Xizmatxonasini yonidan remont qilsa mayli, buning uchun fuqaro xizmatxonaga keladi, baho beradi profilaktika inspektoriga. Hech qachon charchamaymiz xizmat qilishdan. Lekin adolatsizliklar bo'lyapti bu yerda. Mahallichilikka yo'l qo'yilyapti Namangan shahrida. Profilaktika inspektorlari orqali ayrim allomat rahbarlar fuqarolar qiynash bilan mashg'ul bo'lyapti. Har bitta profilaktika inspektori 5 tadan protokol qilaman deb ezilib ketyapti bu yerda. Profilaktika inspektorining ijtimoiy himoyasini kim ta'minlaydi? Shaxsiy xavfsizlik xizmati ta'minlaydimi? Shaxsiy xavfsizlik xizmatining boshlig'i xizmat davlatga bergan xizmat uyini xususiylashtirib yurgan bo'lsa, u shaxsiy xavfsizlik xizmati chora ko'radigan tashkilotmi yoki xodimni shaxsiy xavfsizligini ta'minlashda amaliy yordam beradiganmi, ijtimoiy himoyasini ta'minlashda yordam beradigan tashkilotmi? Biz buni tushunmayapmiz, bilmayapmiz. Kimdan yordam so'rashni ham bilmaganimiz uchun video murojaat qilyapmiz. Bu az haq-huquqni talab qilgan rahbar, misol haq-huquqingizni talab qilsangiz, rahbarga ig'vogar bo'lasiz. Xizmatini qilsangiz, u bo'lasiz. Yo bitta gap yetkazsangiz, kazvo'l bo'lasiz. Bu nima bo'lishi ham bu tizimda biz tushunmay qolyapmiz, bilmay qolyapmiz. O'zingiz bunga e'tiboringizni, Namangan shahriga e'tiboringizni qarating. Kadrlar bo'limi boshlig'i mayor Mirzoqov Abdulazizga xodimlarga nisbatan xufiyona xizmat tekshirib o'tkazib kelyapti. Komil degani 10 yildan beri ishlayapti. U qaydan u 5 yil nima? 5 yil emasmi? 5 yildan keyin joy o'zgarishi kerak emasmi bu? Yo tanish bilish ko'pmikin? Men rahbaram, misol uchun, men Nachalnik militsiyani hamqishlog'idan nechta rahbar bor ekan bizda shaharda. O'zining shogirdi qayerda ishlayapti ekan. Bu salohiyatiga, bilimiga qarab qo'yilmaydimi rahbarlikka? Misol, mana biz ko'ryapmiz, bilyapmiz hamma narsani. Lekin sizlardan iltimos, bu xalq ham bilsin qanday holat bo'layotganligini. Men hammasini faktim bor. Faktim borligi uchun qo'rqmasdan video murojaat qilyapman. Qo'rqadigan davr menimcha o'tib ketdi. Bu ommaviy axborot vositalari ham, misol uchun jurnalistlar ham xalq bilan ishlaydigan profilaktika inspektori, yo'l harakat xavfsizlik xizmati, PPS xodimlarini misol uchun matbuot anjumaniga o'sha ko'rsatuvlariga taklif qilsa, misol uchun kelib chiqayotgan nizolarni qanday holatini sizlarga tushuntirib beradi. Bu xodim bilan ishlaydigan rahbar aytsanglar, unga xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti, u qilyapti, bu qilyapti deb o'tib ketilyapti. U xodimning ham haq-huquqlari bordir. Misol uchun 5 qo'l barobar emas bu. Misol xodimning ham yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Fuqaroning ham xuddi shunday. Men shaxsan menga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 183-moddasi bo'yicha 15 ta odamga ma'muriy bayonnoma tuzishim kerak bu oy davomida. Bu degani 15 ta odamni yo 5 sutkadan 15 sutkagacha sud orqali materiallar sud orqali qamashimiz kerak. Yana qanday holat? 5 tadan protokol qilinsa, bu eng kam ishlayotgan men oddiy sinfdoshim, misol 100 ming so'mga qurilishda qiynalib 100 ming so'mga ishlaydi. Lekin unga men kimdir protokol tutsa, men misol qiynalaman. Shunga protokol tutsa, o'zi 100 mingdan ishlardi deb. Lekin tuzaman men ham. Haq-huquqlari buzilgan fuqaro men oldimga kelib murojaat qilsa, bitta ishlatib ma'muriy bayonnoma tuzaman. O'limdan chiqsa ogohlantirsam, ogohlantirishimga qaramasdan huquqlar davom etsa, keyin tuzaman. Bu uyushtirib, u qilib, bu qilib, fuqaroni ko'zdan quvib, nazor o'rnatib, qanaqasiga bu bo'lishi mumkin? Bu to'g'ri keladimi? Misol uchun, qachongacha fuqarolarni qiynaymiz biz? Bu shaffof bo'lish kerak emasmi boshqaruv? Shaffof bo'lish uchun, misol uchun, ongli, bilimli rahbarni qo'yish kerak. Bu rahbar noto'g'ri o'zini kursini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu yuklamalar bajarib, ko'rsatkichni yaxshilab bu lavozimda qolish uchun
profilaktika inspektorlari orqali qachongacha fuqarolarni qiynaydi? Men oddiy misol, menga mahallangi bo'y fuqarosini olib kelib, mahallangi jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kamera o'rnatib beraman, sindirib beraman, gaplashib beraman. Sen gaplashgan boshqa, men gaplashgan boshqa, xizmatingni qiladi. Menga xizmati kerak emas, men hech qachon ta'minlab bermayman. 5-10 ta odamni ish bilan ta'minlagan tadbirkorga qanday tegaman? Ertaga uni oldida ham tilim qislar-ku. U xizmat qilgan xodim yaxshi, fuqaroni oldini olgan xodim advokat bo'lib qoladi ularga majoziy ma'noda. Advokatmisan deb boshlaydi. U Tarkiyaga qarshi kurash agentligi ham misol uchun bu rahbarlari mol-mulkni deklaratsiya qiladimi? Qanday qurilish qilyapti? Mana bu yoqda molxona quryapti ekan, 100 ta molni qanday oladi? 100 ta molga. Mana yerda biz nachani ham qurilish qilyapti. Mayli, minnat qilmaymiz biz. Akfasini, shag'alini, turpog'ini, hamma narsasini qilib berilyapti-ku. Shu kungacha qilmagan nachanlik bo'lganda qilinyapti. Qanday o'zi tushunish mumkin? Men shaxsan oyligim yarmi kreditga o'tib ketadi. Yarmi tirikchilikka bo'ladi. U yarmini rahbarga xizmat qilayman. Shaxsiy xizmatini yuklamasini bajarayman, noto'g'ri yuklamasini. Yuklama bajarmasang yig'ilishda enang ham qolmaydi, otang ham qolmaydi. Oilada yagona boquvchi men bo'lsam. Bunga men shaxsiy xizmatni onamni kim boqadi? Bola chaqam bor. Men hech qachon u xizmatni qilishni xohlamayman, hamma shaffof bo'lsin. Boshqaruv. Ismoilov Hasanboyga bor profilaktika inspektori. Mana kadrlar boshlig'i ixtiyoriy xizmat tekshirib o'tkazib, kapitan staj leytenant qilib qo'ydi. Sudda yutib chiqib, yana kapitan tiklandi mana. Nadzor o'rnatmagan Yusuf Bekzod aka bor. Uni ham attestatsiyaga qo'yib qo'ydi, nadzor o'rnatmagan deb turib 9 oylik yakuni bo'yicha. Endi rahbarga yoqqan xodim, xizmat qilgan xodim ishlayveradi, qolgan xodim kalta bojda kalta sinaveradimi? Qachongacha? Muammoni olib chiqqan xodim bilan ishlash biz tizimda yaxshiroq. Muammo chetda qolib ketadi. Men buni bilaman, tushunaman hamma narsani. 2020-yil davomida toifa olmadim deb tishimmoqni ham ko'rsatmadim. 2018-yildan beri xizmat guvohnomasi, fuqaroni oldiga borsam xizmat guvohnomangiz tilim aylanmay qoladi men. Xizmat guvohnomasi xizmat qilib kelaman. Unvon masalasini gapirmasa ham bo'lardi. 2015-yil akademiyani bitirganman. U gapirmasa ham bo'lardi. Ana hali ham staj leytenant bo'lib yuribman. Shakl 1, shakl 2 kitobidagi murojaatlar fuqarolar murojaatlariga Sattarov Aziz mana tekshirsa 95% ga tezkor tergov guruhini chiqarmaydi, latent jinoyat ko'payishi yo'l qo'yib beryapti. U nimaga jinoyatchilikni kamaytirsa, protokolni ko'p tuzdirsa, nadzorni o'rnatsa, 183, 194 tig'ani aniqlasa, buni ko'rsatkich ko'tariladi. Bu kursda yaxshi ishlayapti, bu yaxshi ishlaydigan rahbar ekan deb baho berilar ekan. Profilaktika inspektoriga, rahbarga xalq baho beradi-ku, qanday ishlayotganligiga. Prezidentdan tortib eng quyi tizimda ishlaydigan xodimgacha xalq baho bersa kerak, adashmasam. Sizga ham xalq baho beradi, bizga ham xalq baho beradi. Mana meni mahallamda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazsin, Sardor yaxshimi yomonmi? Ustimdan arizalarni uyushtirib, fuqaro ariza qilmasa, turli xil savollar, yo'naltiruvchi savollar berib, bildirgi bilan murojaat qilib jinoyat ishi qo'zg'atirsa, endi adolatli sud bor, endi sudda xudo xolasa, endi o'zim bilaman qanday nima qilishi, lekin shu kungacha sarson bir raspоряжение kadrga olib qo'yapti mana misol uchun xizmat tekshiruv o'tkazib. Oilamni kim boqadi? Yagona boquvchi men bo'lsam. U men bilan gaplashmasdan so'roq, men bilan hech kim gaplashmasdan turib ham qandaydir ehtiyot chorasi qo'llayman deyapti. Va prokuraturaning xodimi Namanganliklarga chiqdi. Mana unga hech kim rasmiy munosabat ham bildirilmadi. Bu yana Sardor chiqarib yubordi profilaktika inspektori deb. U ertaga kim gapirsa ham o'ylab gapirishni xohlardim. Hech qachon men xalqqa xizmat qilishdan charchamayman. Qo'shimcha xizmat mayli 2 soatdan ham hech qachon nolimayman. Xudoga shukr. Ishlayman, shu orqali oilamni boqayman. Lekin bu rahbarlarga kim baho beradi? Bu meni mahallamda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazsin, kesin Sardor qanaqa profilaktika inspektori. Rahbarlar baho bermasin profilaktika inspektori sizlardan iltimos. Yana nima? Shaxsiy xavfsizlik xizmati misol uchun yordam so'rash kerak yo'q. U shaxsiy xavfsizlik xizmatining boshlig'i berilgan xizmat uyini xususiylashtirish bilan ovora bo'lib xususiylashtirib olgan bo'lsa, qanday biz boramiz? Uni eshityapmiz, bilyapmiz. U chora ko'radigan tashkilot bo'lib qoldi. U xodimning ijtimoiy himoyasini hech kim ta'minlamayapti ichki ishlar organlarida. Biz ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz. Fuqaroni oldini olamiz. Men mahallam bo'lgandan keyin haq, nohaq deymizmi? Yo bo'lmasa har kuni kim bo'lsa shunday yo'ldan uchragan, sigaret chekyapsan, u qilyapsan, bu qilyapsan deb turib protokol tuzib jarimani solishimiz kerak. Nadzor o'rnatish masalasi, hamma narsa. Mahalladagi aytdim bu narsalarni. Endi o'zingiz e'tiboringizni qarating. Bu faktlarim bor, o'rganib chiqishingizni so'rayman sizdan iltimos. Bu sun'iy arizalarni ko'paytirishda bu valomat rahbarlari ko'paytiryapti. Yoqmagan xodimni yo'qotyapmiz.
chora ko'ring bularga yoki almashtiring.